Ketdik. Siz bitta laykni bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, biz boshladik. Ana odam. Bitta Nexia 1 savdosi 3-chi odam. Endi qarang-da, shoshmang. Toshdan 2000 pul chiqmadi-da. 20 million so'm pul chiqdi. Bo'ldi. Gaplashamiz. Dehqon do'zidan telefon qilasizlar. Nomeringiz. Qayerda mashina bu? G'allarol. Jizzax, G'allarol. Qayerniki? Sentrmi? G'allarol sentrniki. Keling endi. Qo'lga qilaylik, boshga qo'yib narxlashamiz buni. Qancha narx? 29 bersa bo'ladimi ozod? Yo'q, aka 29 qimmat, 2009 ekan. Qaranglar. Akam o'z yonimizda 30 million aytdi. Boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamadingiz? Assalomu alaykum. Bugun 24-may 2026-yil Jizzax Chorva bozoridan, Moshin bozoridan boshladik. Akalar o'zlari yerdan o'tib, yoqqa o'tib, adashib qolyaptilar. Qaranglar, xudo xolasa bugun 24-may. Siz so'ralgan narsadan chiqarib berishga harakat qilamiz. Cobalt ko'proq so'rayapti akalar. Hozir mana shu akam o'zichon Cobaltdan ko'rsat deyishdi. Xudo xolasa akalar ko'rsatamiz. O'tgan safar katta mashinani 2 safardan beri ko'rsatmadi. Jigulidan ko'rsatmadi. Jiguli durust zo'ri bo'lsa ko'rsatamiz. Bo'lmasa yo'q, chunki uni puliga Nexia beradi, to'g'risida o'g'il bola gap. Ana xudo xolasa Afrosiyobimiz ham o'tdi. Nasib beg'ini sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. O'sha gap like gumbar qasriq bazarani xudo xolasa biz boshlaymiz, davom etamiz. 119.982 ta ko'rdim podpisчикimizni. Qizg'in aytayim. Bugun 24 bo'lsa 5 kundan keyin tug'ilgan kunim. 29-may xudo xolasa tug'ilgan kunim bo'ladi akalar. Nasib bo'lsa qadrga qilarsizlar, 120 ming bo'lib qolarmiz. Sotdingizmi akam? Assalomu alaykum. Olindi, sotildi. Assalomu alaykum. Qaytyapsizlarmi? Nech puldan? Yili nechi? 5 kraska? Narx qancha? Faqat oldi kapotdan. Narx qancha? Qancha? Voy dod, 2005. Aka qimmat-ku. Barakasini bersin. Biz hech narsa deyolmaymiz. Jizzax bozori shunaqa qimmat. Xudo xolasa davom etamiz. Ketdik. Chopdik. Ana odam. Nimani hangamasi berdi? Nasiyani qo'ying. Ber ukajon. Assalomu alaykum. 16 nasiyaga bermadim. Ha, turaring bemalol. 15 naqqa ber. Mana 15 naqqa. Bu ayting. Men ham 17 beraman bo'pti. Hozir 10 ni beraman, 7 ni ekadan keyin beraman deng. Qancha ayting. Yo'q, u hangama kerak. Naqqa misolga ayting. Bering. Kelmaydi aksiya to'g'ri. Xo'p, Nexia'ni savdosi. Qo'ysa aql kelsa beraman. Sesiyalik aka. Menimiga qo'shib ko'ring. Ana shu shunday o'tib ketamiz, xudo xolasa. Akalar Nexia'ni savdosi. Bilmayman akam, kamida 2004-2005 bo'lsa kerak, 2003 bo'lmasa agar. Yo 98 mikan? 98 mikan? Voy. Xo'sh. Qani akalarni 1 minutda uzr. Assalomu alaykum. Ana sizga super salon, Nexia tablo, ishlari, salonlari, Lacetti rul. Mashina Lacetti bo'lib turibdi akam. 18 million so'm kami bor. İşi nima ishi bor? Hozir kunda hech qanaqa ishi yo'q aka. Yo'q, motorlari yaxshi ekan. 18 ga. Savdan sovutmang, bering. Sizlar hozir sizlar pishilasizlar, ustiga birov keladi, ustimini qo'yadi, olib ketadi. Ana. Son motor. Bovam yoshiga yetib yursinlar. Shunday. Duo qiladilar xudo xolasa. Naqd puli mana shu boboga. Menga qarang. Endi men aytyapman, mana boboniki. Shundan boboga berdim deyapti o'zi. Tamam bo'lmadi. Boboga men 200 ming qo'shingim deb ko'rdim, malka. Yo'qda deb o'tiribdi. Yo'q, undan ko'ra rozi qilibdi. Men olib beraman. Barakasini beraversin. Olib beraman. Assalomu alaykum. Endi nima akajonim endi-da mana. Ana biz ham eshitganimizda kelamiz. 49 million bo'ldi bunaqa. Yili 2007 top-toza. O'tgan 2 hafta oldin rekord qo'ygandik, rekordni yana yangiladik. 2005-yil 40 million kraska toza sotilganini ko'rdim. Endi sizga 2007 ni ko'rsatamiz, kraska toza. Nech pulga? 49 millionga olinibdi akalar. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham barakasi bersin. Aka, bir gap aytaman, xafa bo'lmaysiz. Sizni yomonlashamiz yoki bashlansa emasda, bir xil akalar aytadi.
Ahmoqmi shuncha pulga shuncha narsa oldi deydi-da. Ko'nglingizga yoqsa 100 millionga olmaysizmi, o'zi sizning pulingiz. Shuncha pul topgan odam ahmoq odam bo'lmaydi-da bu bir. Ha, sizga ham shu gap akalar. Ko'nglingizga yoqdimi? Ko'ring, bosing. Parabek 166 ming. Ana sizga ishlari bilan. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham barakasi bersin. Aka, qayerga ketadi? G'allarol sayfini adashmasam Juma tarafi deb-a? Adashmasam Juma taraf. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham barakasi bersin. Jumaliklar bormisizlar? Lankshani gummilatasizlar. Nima bo'ldi aka? Bittami? Qanchaga? Aka qanchaga? 16 ga. O'sha boya amakimga beraman deganlarga beribdi. Barakasini bersin akam. Yaxshiliklaringiz bo'lsin. Ana 2007 sotildi ana. 40 million, 49 millionga. Sotildi akalar bu ham. Ikkinchi sotilgan Nexia'ni sizga ko'rsatib o'tyapmiz. 2098-yil edi akalar. 98-yilda 16 millionga tandiqqa sotildi. Boya amakim ko'rgan bo'lsalaring olmadilar. Keyin bu akam haydab ko'raman deb haydollar, shu bilan videoga olmagan edik. Akalar barakasini bersin, xayr ketyapti. Arnasoyga barakasini bersin akalar, super salom. Ana sizga. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham barakasini beraversin. Yili 15 midi? 2015-yil akalar Nexia 2. Naqd sanasangiz 4000 dollar berishingiz kerak. Kalkulyator tashlaylik 12 ming tashaverasizlar. Agar nasiya qilmoqchi bo'lsangiz 4200 dollar bo'lyapti. O'shanda sentyabrgachami? Turoyga 200 dollar. Turoy salkam 5 oyga chiqadi. Sentyabrda 1-sanasigacha oxirigacha. Sentyabr oxirigacha buni ustingiz bo'ldi. Boya bitta Gentra oldik, otga sotilyapti. Bu ham o'sha akalarning mashinasi. Manzil Jizzax xizmat. Kassa qayerda? Mana shu bir taraf asrish bo'ldi. Bir taraf faqat. Qolgan joylar o'ziniki. Ko'plarda otga urganda shu. Yurish tursam bo'lmas yo'q. Ana ot mayib qilsa yana ot olaman deysalar, sizlar. Ayt, onasi. Ana qiziqqan odamiga qiziqmasdan, qiziqqan odamiga qiziqmas. Qaranglar, motor variantda, ruli gidravlika. Qolgan joylar o'ziniki, akraska, usitilib hammasi o'ziniki. Zo'r. Balon. Boya akaga aytgan gapingiz. Xolasini prostoyni berib yuborasiz, xohlasangiz buni olasiz. Qaranglar. Akam buni birovdan olganlar, agar xohlasangiz prostoy beradilar, buni olib qoladilar. Tushundingizmi? Buni u egasiga beradi, u prostoy sizga beradi. Tushundingizmi? Balonlari o'rta. Menimcha balonlarga almashsizdan bo'ladi, uy uchun almashtirmasizdan bo'ladi. Ko'ring, sharoitni oling. Bo'lib berishga menimcha sizga zo'r variant. Xohlasangiz naqdga olsangiz ham gaplasangiz bo'laveradi. Gen desangiz gen, aformasiz aformat bexish bo'ladi. Hammasidan beradilar. Tonirovkalargacha urgan akam. Bir gap aytaymi? Usmatlida haqiqatan pul ko'p bo'ladi-yo, ha? Uni ham tonirovka qo'yapsiz. Yo, dokumenti bormi axir? Dokumenti bor ekan. Endi bir og'iz baribir so'rab qo'ygan yaxshi. Bismillah. 248 ming. O'ziniki Probek aka? Probek o'ziniki. Bemalol bexish ustas bilan pul urasizlar. Shunda 4000 bo'lsa, shunda 48 million so'm bo'ladi. To'g'rimi? 48 million. Agar 4200 bo'layotgan bo'lsa, 50 million qanchadir bo'ladi-da, primerno endi adashmasin menimcha. Ha? Ko'ring, kimga qiziq bo'lsa, egasidan so'rab, savol-javobni qilaverasiz. 2000 necha yilmi? 15. 2015 yana yili. Qiziqqanlar, ko'ringlar, gaplashasizlar. Endi qarang-da, shoshmang. Toshdan 2000 pul chiqmadi-da. 20 million so'm pul chiqdi. Bo'lmaydi. Gaplashaveramiz. Dehqon do'zdan telefon qilasizlar. Nomeringiz? 99 76. Aha. 51 55. Telefon qilasiz. Shapkasida bor. Aka, shoshmang aka. Shoshmang, 1 minut. Assalomu alaykum. Qachonmasiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qaytyapsizmi? Bo'ldim. Muzikani o'chirib qo'ying faqat. Bir shunday pauza qo'yingiz. Yashang, yelin-ich. 22. Kraska? Kraskadan shu oldi kirloda ketma bor. Kapot kutmagan. Yo'q. Eshigida bilan oldi kiryoda. Aha. Yurish turishdan muammosi yo'q, qanday olasiz? Qayerdaki? Paxtakordga 171 ming yurgan avtomat korobka. Qanchaga bermadingiz? Realni qarang. Bunday qiling, shoshmang. Narx aytishni shoshmang. Uka, shuncha qildi, bermadim, rostdan narxga bermayman, qo'sh savdo qilsa beraman. 9900 ga beraman. So'mda ayta qoling. 10 ming ham deylik. Ana 120 milliondan 120 million bo'lsa beraman. 2000? 22. 22. 2022. Ikkita detalda kraska bu. Shunday. Suyagi butun oldi. Telefon qilishar, gapirasiz. Ayting nomer. 94. 577 577 71 71 33. Barakasini bersin aka. Telefon qilishar bo'lsa. Ko'ringlar, savdo. Aka, GMPN aformat qiziqmasan? Bo'ldi, barakasini bersin. Luboy aka men ko'rishib telefon qilasizlar. Xo'sh, akalar, bozorda bugun savdo yaxshi bo'lyapti. Mana bu yerda bitta 2007 sotilganini ko'rdik. Endi 2098-yil sotilganini mana bu yerda ko'rdingiz. Endi mana buni qaranglar. Ana shu yerda ham odam ko'p. Endi xudo xolasa o'sha yerga qarab biz
chopib boramiz. Hozir bitta videomiz qo'yilsin, xudo xolasa yoqqa qarab ketamiz. Ketdik, короче, video qo'yinglar. Bir gap bo'lar, ketdik. Ketdik. Siz bitta laykni bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, biz boshladik. Ana odam. Bitta Nexia 1 savdosiga shuncha odam. Ukajonim nech pul qilding? 50 million so'm. Olavering o'zini ham hamma tomondan. Avval yaxshilab so'ranglar, 50 millionmi, 50 ming so'mmi? Million beradi. Ber, shu bolani sajasini o'ldirma. Kelajak avlodni o'ldirib qo'ymanglar. Kelajak avlodni o'ldirib qo'ymanglar. 2016-yil gibrid gidravlika konditsioner. Naq bo'lasan, naq. Silta qo'llarni yaxshilab. Bering. Qo'shiladigan joy qolmadi. Balasini qonsindirma balani. Yo'q, biz o'rgatdik-mi? Biz o'rgatamiz, yo'qmi? Biri. Barakasini bersin. Shu bola ikkalabdan beri saqladay. Nech pulga aka nima bo'ldi? 50 million. Yili 2016. Kraska? Kraska chaqa-chuqa bor. Chaqa-chuqa bor, mashinamiz butun. Mashinani to'liq obzorini YouTube kanalida xudo xolasa ko'rasizlar. 2016. Vaqtida ketdi xudo xolasa. Olgan odamga, sotgan odamga ham barakasini bersin. Yaxshilik pulga xizmat qilsin xudo xolasa. Ukajonim problem bormi axir? Bismillah. 50 million endi para olishga. Hamma baribir gap yo'q ya. Bismillah. 453 ming. Barakasini bersin. Bergan bermadim mana shu bola uchun. Shu bolaga taqdir qilgan ekan aka. Yaxshilik ularga xizmat qilsin xudo xolasa. Sizga ham ularga ham barakasini bersin. Kelarasizlar xudo xolasa. 18-yil akalar, uzr. Ana sizga adashdim. Kechirasizlar. Nexia 1imiz bor 2000-yil. Egalari 19 ga bermabdi aka, 22 million aytib turibmiz. 19 qildi bermadi debdilar. Kraskasi endi bor, bilasizlar. Nexia. Ana bir internetda gap moda bo'lib ketdi-ku. Kraska yo'q joyini aytmanga deydi-ku. Qayla sons motor bo'ladi, roli muhimi gidravlika. Mana sizga giymaroy, hamma narsasini ko'rsatamiz. Usilitel faqat o'ziniki, ko'rasizlar, oldarqa pechat. Endi mana usilitilda mana bu joy shu turtilgandan keyin mana shu yerlarda bari usilitilda ozroq bor, lekin ana pechatlari uzilib turibdi akalar. O'sha gap biz ham adashishimiz mumkin. Ustingiz bilan kelib ko'rasizlar. Bizga ham hadeb ishonib yubormanglar. Biz ham ko'rgan narsamizni o'zimiz aqlimiz yetgancha bilgan narsamizni aytamiz akalar. Ana sizga balonlari yangi. Endi mana yerda mana shpaglovkalar bor akalar. O'sha gap ustingiz bilan ko'rib olasiz. Aka, qayerda mashina edi? Jizzax Zomin. Super salon. 591 ming probek. Mana endi probekka ishonmasalaring kerak. Siz ham mana shu ishonmayman probekka. Taglar yaxshimi aka? Chirgan yo'qmi? Tayda chirganlar yo'qmi? O'sha gap 22 o'tib bergan joyi bor. 19 ga bermadingiz, realni. Bermadi. Chama shu 20 ekanda. Yo, bermaganingizga o'ylab ko'rasizmi? Yo'q, unga o'ylab ko'rmaymiz. Naqdga berasizmi? Keyin oformat nimaga imkon bor? Bor, hammasiga imkon bor. Keyin desiz, keyin oformat akalar qiziq emas. Eg'ini, sostenasini ko'rib, gaplashib, savol javobini olarasizlar. Nomeringiz? 95 Mhm. 174 76 46. Telefon qilasizlar. Ana shu ham muammoda akam. Qaranglar, 13-yil. Kraskasi endi bilmayman, buni toza deyish kerakmi, demaslik kerak. Menimcha petno bo'ladi bu, qaranglar. Akam sheg'ini qirib olganlar mashinani. Endi chirimasligi uchun, zang tushmasligi uchun ana kosmetika qilingan, ana kraskacha nomiga tegizlar aka, mana shunaqa. Qolgan joylari lekin raddoy o'ziniki debdilar akam. Ustingiz bilan kelasiz, ko'rasiz, gaplashasiz. Puli faqat sal akam 45 ga bermadim debdilar. Endi men akani gapiga ishongan holatda sizlarga aytayapman. 45 ga bermadim aka dedilar. Qaranglar. Konditsioner mana 13. Konditsionerda 1 million ishi bor o'sha. Priyom, o'lash kerak ko'rasiz. Agar ma'qul bo'lsa o'latasiz, ma'qul bo'lsa shuni haydab yuraverasiz. Gibrid, gidravlika, mana sizga giymaroy, hamma narsasini ko'rsatamiz. Usilitillar o'ziniki. Aka, kapotda kraska yo'qmi shunda? Kapot toza. Kapot toza o'ziniki. O'sha gap mana. Ustingiz bilan kelib bexijolat
ko'rib olaverasizlar. Lekin narxi o'sha akam 45 ga bermadim aka deb. Voy aka 45 zo'r narx bo'pti. Nima bermadingiz ham aka? O'zimizga yarasha hisob kitobimiz bor. Mashina lekin yaxshi holatda dedilar. Endi eg'ini o'sha gap havola o'zlaringga. Xohlang ustiga kelib gaplashing, akani 35 millionga ko'ndiring. Xohlang keling 55 millionga olib keting. Qiziq emas, ya'ni 45 millionga demoqchi edim. Eg'ini o'sha gap o'zlari bilan gaplashib, savol javobini qilib olaverasizlar bexijolat. Bismillah. 600 aka 610 ming euro qo'yibdi-ku bu. Men akam bilan hech narsani gaplashmay bitta o'sha joyini gaplashdim, hech pulga bermadingizmi? Shunchaga bermadimlar. 610 mingdan turib berdi. Qabish qilib bitirasizlar bermadingiz. Nima ya? Hozir akalarim yozadi kommentda, xato qilibdi akan deb. Yaxshi narx aka 45 million zo'r-ku. Yaxshi narx, просто bu aytdan ko'p pul ketadi. Qarachi akam aytibdilar aka, uy yo'q qo'yganmiz, uyga to'lov qilishimiz kerak, o'shaning uchun mashina sotayapmiz demasam, bizga kerak emas aka, shuni bilan yuraverardik debdilar. Bilaman, kimdir kerakga tira yiqilibdi deydi-ku. Ko'ringlar, ustida gaplashaverasizlar. Nomeringiz? 94lik. 94 199 199 0703. telefon qilasiz. 30 million. 2009-yil Nexia 2 so'raganlarga qora bayirdan topib qo'ydik. Bilasizlar, qorasi rosa mashhur bo'lib ketdi. Hamma shundan mana endi qora ana yurishga erinmayman deganlar bo'lsa, bosmasangiz bo'ladi. Endi oqi ham yaxshi, qorasi ham yaxshi. Kraskasi tozasi undan yaxshi. Kraskasi qayerda deysiz? Kraskasi mana shu kirilovda mana yerga perexod bo'lib o'tgan. Bo'ldi. Keyin mana yerda bitta zang har doimgidek, ha. Orqada zang ishlangan. Burchaklarda. Mana shu yer bilan. Keyin mana eshiklarda kraska yo'q. Mana bunda ham yo'q. Bular bu yerda yo'q, bo'ldi. Bo'ldi, eg'i yo'q. Balonlar qanday? Normal holat. Balonlar yaxshi. Xo'sh, gibrid motor ekan aka. Mashina gibrid. Usitlar o'ziniki. Radnoy usitlar o'ziniki. Kapot hamma narsa zo'r. Zo'r, kraska yo'q. Kapot ham kraska yo'q, o'ziniki. Saloniga o'tamiz. Mana saloni. Salonlar yana prostoy salon. Oldi, arqa hammasi bir xil. Mana sizga ishlar. Hammasi kurulkasi ham Ishi yo'q haqida olasiz aka. javob. Ana u pulini bersa, gazini bilan mo'yini vaqtida so'sa Rossiyaga ham ketaveradi. Shunday. 299 ming. 299 ming halol pul. O'zinikimi? Halol. Halol o'ziniki. O'ziniki deyapti. Xo'sh, audio sistemamiz bor. Bu konditsioner bo'lganmidi oldin buni? Bo'lgan olingan. Bizdan oldin olingan. Euro variantda. Eski gazda? Ha, eski gaz. Eski gazda olingan. 2009 ekan. Mana sizga taglari. Qayerda mashina bu? G'allarolda. Jizzax, G'allar. Qayerniki? G'allarol. Sentrmi? Sentrda. G'allarol sentrdiki. Keling endi. Qo'lga qilaylik, boshga qo'yib narxlashamiz buni. Qancha narx? 29 bersa bo'ladimi ozod? Yo'q aka, 29 qimmat, 2009 ekan. Qaranglar. Akam o'zi yonimizda 30 million aytdi. Qancha desam, senga 29 deb qo'shdilar. 500 o'tib beraman, 28,5. Bu ekan aytaylik. Qarang. Hozir bilaman aka, siz o'ylayapsizki, hozir ozodmasanga shuncha narx aytsam, yana odamlar telefon qildi, yana tushiring deb aytadi. Ha, odam bizda odamzod shunday biz aka. Chunki sizni o'zingiz ham bizdan bitta mashinada ko'rganga yurangizga jizit yoqib qo'ygan bo'lsangiz, baribir o'zingizda yana o'tib berasanmi deb qo'yamiz, baribir. Ozodni nomidan kelsa yana o'tib beramiz, gap yo'q. O'zimiz nima? 28 qilib beraman, taniq ozod. 28. Ha, generalnisini muammo yo'q, oktora. Xohlangan, xori afomat qiziq emas. 28 bo'lsa senga beraman deblar eshitdilaring, qaranglar. Aka bir gap qilaylik. Hozir 25 desam, to'g'ri sizga ham botib ketadi. 26,5 ga bermadim ozod, xudoyligim bozor. 26,5 ga yo'q. Yo'q, bermadim. Mana sizga 26,5 ga yo'q. Bilsalaring 35 million, 40 million, 45 milliongacha ham vaqt kelsa odamlar oldi. Vaqt kelsa oldi odamlar. Mashina endi qayerda borligini ko'rdilaring. Agar iloji bo'lsa bitta qaytarib yana bitta ko'rib oling. Maqlusiga telefon qilasiz. Nomeringiz? 97lik. Aha, 97. 436 0601. Telefon qilasiz. Xo'p, 2009-yil akalar, Nexia ikkimiz bor. Egalari 35 million so'rayapti. Yana ham aka o'tib ham beraman, ustida kesin gaplashamiz debdilar. Aka mashina dumalaganmi dedim. Ha aka. Nima bo'lgan mashinaga? Kraska qanday? Kraska. Kraskasi erda. Erda. Taxminan 3%. 30% bo'lsa kerak. Men o'zi aytib, Zanglar ishlangan. men endi o'zi aytibman 2009 35 million debdi akam. Aka nima bo'lgan? Dumalaganmi deb bir hazillashib aytdim men o'zimcha endi. Ko'rsatgan. Eg'in ustasi bilan ko'rib oladi, xudo xolasa. Eg'in akalar ustoz bilan kelib ko'rib olasizlar. Usilitrlar ana shu pachkasi o'zida turibdi. Endi o'sha gap ustoz bilan kelib ko'rib oling, mana gemoroylar. Gemoroyni so'raganlarga, usilitlarni so'raganlarga motor qilingan gidravlika.
Hozir qarang. Moy yemayapti. To'rtta balon yangi. Yurish turishda ishi yo'q. Endi qarang, bari o'zingiz ham bilasiz-ku, bari ana erda bu yerda borligini. Mana bu yerda ishlov berilgan ekan aka yaqinda. Mana yaqinda mana bu yerga zanga ishlov berilgan. Endi bu yer kasallik bilasizlar. Ana odam har yil bitta gripp bo'lgan deb bulardan bari o'sha joyga chiriydi. Mana bu tarafi ham mana bu yerda bu. Mana yerda, mana bu yerda zanglar ko'tarilgan. Oldida ham bor, eshikda ham. Taglar yaxshimi? Xudo xolasa ustasi bilan kelib ko'raveradi-a, bexijolat. Sentrdan topamiz, xudo xolasa, forijdan. Xo'p, egalari akalar forij sentrdan. Yurish turishi, hadavoy, padavoy hech qanaqa joyda muammosi yo'q dedilar akam. Orqalar. Ana, orqalarini ham ko'ringlar, orqalarini ham yaxshi turibdi hali. 2009 uchun hali ancha yaxshi holatda. 2009. Shunda o'zi necha yil bo'lyapti? Bularga chiqqaniga 2010 bo'lsin ham 16 yil, 17 yil bo'libdi-da. Ana onasini emsin vaqt o'tib ketyapti bir pasda. Bir pasda vaqt uchib ketyapti. Bismillah 235 ming endi menimcha aylangan bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. Aka, nima deymiz narxi? O'sha gap 35 kelishamiz. Qanchaga beramiz? Qishda sanash kerak, nima qilish kerak? Ozmoz tushib beramiz endi. Ozmoz tushib beramiz. Taniq. Xayriga o'tamiz. Hozir endi 28-29 ta menimcha foydasi bo'lmasa kerak. So'radimi kim? 29 qildi aka. Realniy. Qancha chama? 30 mi? 30 dan tepasi aka. 30 ga ham yo'q. 30 ga o'ylab ko'ramiz. Ana yetmagan joyga qanchalik kutilasiz? Taxminan. Misol uchun 1 oygacha kutishga imkon bormi? 1 oylar bo'lsa mayli. Yo, ana bir xil akalarim chiqadi. Aka boshdan 10 million beraman, qolganini oyma-oy qilib bo'lib beradekkanlarga imkon bormi agar yesiga imkon bo'lsa? Unisiga imkon yo'q. Ana akalar 1 oygacha endi nasiga yuzma-yuz gaplashib ko'rasizlar, qolgan masalalarni egalarni o'zlariga telefon qilib gaplashaverasizlar. 30 bo'lsa beraman turibdilar, nomeringiz. 77lik 01 47 47. Telefon qilasiz. 15-yil akalar Nexus 2 so'raganlarga Nexus 2lardan davom etamiz. Qaranglar. Luboy dokument qiziq emas. Dokumentni luboy qilib beriladi. Bilsalaring, hamma narsaning o'zining ishqibozi bor. Kimdir Jiguli jindasi, kimdir Nexia 1, kimdir Nexia 2, kimdir Cobalt, Gentra. Короче, million bersa ham ana Jigulidan qo'ymayotgan akalarim bor. Bilsalaring. Bu ham xuddi shunaqa narsa. O'shanaqa akalarga bu ham. 2015 kraskasini hozir ko'rsataman qayerda borligini mana sizga. Narxini oldindan aytaman. Xoling, o'tkazib oling, xoling akalar oxirigacha ko'ring, lekin sosteniyani zo'rni ko'rsatyapman sizga. 65 million so'm yana akalar o'tib beraman debdi. Endi kraskasini qayerda deb so'raganlarga kraskasini hozir ko'rsatamiz. Aka, u kilodami kraska? Bu kiloda, selimi? Yarimiga sepilgan. Qolgani o'ziniki. Yurish turish, ana kapotga o'tgan joyi yo'q. Motor hali ochilmaganda deysiz. Mana 2015 konditsioner, gidravlika mana sizga. 1.6. Hali motorlari ochilmagan. To'g'ri, aytishingiz mumkin, bu pulga Cobalt beradi deb. To'g'ri, sizning gapingiz to'g'ri, Cobalt beradi, lekin ishi bor. Buni ham bo'yatganimizda o'zini ishqibozi bor. O'sha ishqibozlar uchun video bo'lyapti akalar. Probegimi? 180 ming probeg. Boya 100 mingdan qancha dedingiz? 100 ming nima dedingizmi boya? 119 ming ekan aka. 119 ming, 180 ming tushirib ketibman. Voy dot. Ana sizga. Mashinani ko'ring. Tagi deysiz mana hamma narsasi. Bu mana shu mashinani ana jinni egalari bo'ladi, kan shunaga qilingan video bo'lyapti akalar. Endi bular ham 65 degan bilan 65 ga bari siz olmaysiz, bilaman. Keling, ko'ring, ustida gaplashing. Prosta Nexia zo'rligi uchun o'sha zo'ridan top deganlar uchun mana. Endi bo'ladi ham mana kraskasi ideal top tozalari qolmadi. Boyanetda bitta akam turibdi, mana 182 hozir ko'rsataman o'zlarini ham yaqinga. Ana shu Nexia 2 turibdi, 2013 45 millionga sotishmabdi ana shuni. 45 millionga o'sha akam turgan Krilo, Seli, ezilgan joychasi bor, shuning uchun o'sha holatda qoldirgan. 45 ga bermadim akadalar. Hammasini o'zining ishqibozi bor. Qiziqqanlar telefonga gaplashasizlar. Qanchaga beramiz? 61 million savdo bo'ldi. Yo, men sizga ishlasat, yo, men 45 deb uni aytdim aka. Men buni aytganim yo'q. Ana mashina egasi keldi. 61 ni ustida berasiz. Oyda, men undan ham arzonroq ko'ndiraman turdim men sizga. Yo'q, mashina radnoy mashina, motorlar ochilmagan. Tushundim, buni ham o'zining egasi bor. Hammasini. Arzon aytsangiz ham, qimmat aytsangiz ham hammasining egasi bor o'ziga yarasha. Ana buni tushunganlar o'zi shunday keladi, o'qitadi buni. 61 ga realniy savdoda yo'q, berilmagan. Yo'q, savdo shart. Ana sizga 65 million debdi, 61 ga beraman. Bir 58, 55 larga bilmasam, o'zingiz bir choyli bo'lsa kerak deb o'zimcha xonchu chamam bo'ldi mana aka. 61 ga bermadim debdilar. Telefon qilasizlar, qiziqqanlar o'zing telefonga gaplashaverasizlar. Nomeringiz? 99 562 8007. Qaranglar akalar, bir gap. Hamma videomizdan
o'zingiz uchun manfaatli narsani olib qo'ying, manfaat bo'lmadimi sizga, unutib yuboring. Endi ana bir xillar asabiylashib, shuncha narsaga shunaqa bo'ladimi, suqini baqir-chaqir qilish shart emas. Hamma narsaning o'zining egalari bor. Buni ham o'zining egasi bor. Shuning uchun hisob-kitobingizni olib qo'yinglar. Salomat bo'linglar. Ketdik. Yana bitta savdo. Xo'p, bu safar Lasetti'ning savdosi, ya'ni Gentra menimcha. Aka berib o'ting bo'lmasa mashinani sotdim men dedimdan olib qo'ydim. 14 1 million o'rtamizda. O'shanga bo'lsa beraman, bo'lsa bermayman. Assalomu alaykum. Bo'laversan birinchi hangaman uzoqdan kelasizlar. Mana shu balani oling. 115 million Nima bo'ladi? berdim bo'lmasa. Yeli. 14 million qilyapti. 20 yil. 2020. Bo'lsangiz bermayman. Assalomu alaykum. Charchamadingiz? Sog'lashing, charchangiz. Yo'q, bobojon bera olmayman. Mashinam sotilib turibdi, o'shandan ham balantiga sotilib turibdi. Hurmatingizni qilib sunnatiga o'tdim. Siz yoshingizni bersin, lekin hurmatingizni qilib o'tiribman. Ota, sizni yoshingiz 2020 Gentra so'raganlarga avtomat tippasida lyuki bordan menimcha. Ha, shunaqa. Avtomat ko'rib ekan. O'shani aytib qo'ydim, og'zimdan chiqdi, o'sha labizimda turibman. Belabizlik qilishni xohlamayapman. Bitta gap. Mana bu. Yo'q. Jimga berinda. Chiqar o'rgandim. Bering aka, 500 ming aramaga. Kapot yop, javlon. Otaxon duosini oling, bering. Bor baraka. Yo'q, unga bera olmayman. Unga bera olmayman. 100 million? Aytganlaring bo'ldi-ku endi. Yo'q, aytganimizni bermayapmiz. 200 ming sizning qildim, o'tib berdim. 100 million bo'ldi aka? 115 million. 115 millionga baraka bo'lgan mashina o'sha narxda beringlar bo'ldi debdi avtomat korobka. Mana sizga. Probegi qancha? 137 ming. Ochiq oydin hamma odam qarang. Bitta narsa aytdi. 500. Yo'q, bova. Vaqti men chiqaryapman ekan. Rahmat. Bitta gapimni eshiting. Bo'larmidi, bo'lmasmidi? Mayli, endi hozir oldingizda pul sanataman. Oldingizda pul sanataman. Prosta gapimni eshiting. Undan balandida turibdi. So'rab o'tiribdi o'zimdan. Prosta akamni qo'lini ushladingiz. Yoshlaringizni behurmat qilgim kelmadi. Shunday keldimdagim 115 million aka bo'lsa beraman, bo'lmasa mashinam sotilgan dedim. Choshmay tur ukam deydi. Aka yoshingiz katta. 9600 hurmat qilish. Bobojon, 9600 pul sanalgan. Pul sanalib turibdi. Siz shunday qo'lingizni barakani olsam men sanayman. 500 ming so'mga og'irlanmang bor. Shuncha mehnat qildingiz, hop baraka toping bo'ldi. Hop baraka toping. O'shanga baraka. Bu o'zing aytgan mana, o'zing olding. O'tdim o'shan. O'tganini aytib o'tiribman. 200 ustidagisini o'tib o'tiribman. Ilmog'ini o'tdim. Tikkasini bering bo'ldi. Ilmog'ini o'tdim. Bobojon, sotilib o'tganini aytib o'tiribman bobo sizga. Undan kamiga bermayman, to'g'risi. Mashina sotilib turibdi. Yo'q, nimaga so'radim? o'tdim. Zohid aka, Otajon, o'tib o'tiribman. 500 ming yo men qarang, 500 mingni Xudo bersin sizga. Oilangizga 300 ming so'rayapti, 200 ming o'tasan. Gapni eshiting, 200 ming o'tdi sizga. Shu pulni bizga sanab turibdi birov. Qo'ying, ushlab turgan tushirgan oshingizni. Bova 200 ming Sizni yoshimdagi shuni hurmat qilib, baraka bo'lsa, barakami? Oling baraka mana. To'liq ma'lumot ayting endi. To'liq ma'lumot 2020-yil kraskasi toza, full variantda gazi 4-paketlanasi hamma narsasi bor. Barakasini bersin. Qayerga ketyapti? O'zimizni Saraylikka. Barakasini bersin, olgan odamga ham, sotgan odamga ham. Video qilsak bularni sotildi deb. O'zi kurs to'raymi? Sigaretingizni olib turing faqat, dadingiz ko'rib qolmasin. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Ozod. Xuddi shunday akam ozodman. Xo'jayin bu yerdalar. Aka nima, nech pul? Bu 72 ketdi. Yili? 2019. 19. Mexanika. Kraska? Yo'q, hozir. Qanchaga dedingiz? 72. 70? $6000 bo'ldi. $6000 ha? Qancha yurdi? 165 ming. Barakasini bersin. 165 ming. Mana sizga $6000 ga. Aka rahmat. Salomat bo'ling. Nexia 3 so'raganlarga. Jizzax mashina bozoridan xudo xolasa akalar syomkani ko'rdingiz. Voy, mashinalar kam qoldi, lekin bozor to'ygan sari sal qizyapti. $6000 ga baraka bo'pti aka. Barakasini bersin. 19.
Mana shu yerda ikkita mashina ketyapti, shularni ushlashimiz kerak. Aka sotdingizmi? Qaytdingizmi? O'zingiz ehtiyot qiling. Amaki sotdingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pulga ketdi xudo xolasa? 49,5. Yili? 15. Kraska toza. Barakasi bersin. Qancha probek? 2 kuruq. Barakasini bersin. Salomat bo'ling. Mana sizga. Mana sizga yana bitta sotiladigan Nexia. Assalomu alaykum akam. Charchamadingizmi? Menimcha sotildi bu. Ya hali bor ekan, hali bor ekan, hali bor ekan. Hali ozroqgina ishi bor, ozroqgina ishi bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir boramiz, shunda operavna qilib olamiz, hozir. Voy dod. Lotereya kunda. Masala yo'q. Mayli akalik. Egasini startda tursiz. Ojon endi. To'g'ri kelganga to'g'ri keldi. Odam unaqa bo'lmaydi. Ana sizga 2010 ekan. Kerak gap. Qaramoy firma ekan. Unaqa narx hozir hech kim qilmayapti endi. Kreska bo'lsa ham mashina vaqti. Qancha? 2010. Qanchadirlar? 38 mi? 30 ga. Ha, afarmila qilishini 30. Ha, afarmila ana 30 ga bo'lsa, Adham aka 30. Mana sizga. Qilyaptilar? Qilaman debdi. Qilaman debdi aka o'likka odam. Barakasini bersin aka. Zo'q-ku. Yaxshi ekan mashina. Kraskasi qayerda ekan? Menimcha shaqasi bor. O'sitri ham o'ziniki hech nima tegmagan o'g'lim. 10 million so'rasangiz ham o'zari bu. Endi unaqa deb turib turmayman-da. Qanchaga chiqdingiz? Yo'q, mayli. 36 million shunday berib yuboraman. General davenish berilmayman deyapti, operavna qilmang deyapti. Operavna qilib olamiz debman, 30 million beramiz debman. Agar yomon gapirgan bo'lsa aytasiz. Yo'q, endi pulingiz naqd-ku. Akam, ana bozorga xafa bo'layotgan odam chiqmayapti-ku hozir. Bitta afon nima qilinadi? Shunga yarasha men pulni so'raganman, shuncha Xafa bo'layotgan odam bor. Uyda puli yo'q, pulim bo'lgan mashina olaman deb yotibdi. Mana shunday. Barakasini bersin. Sotayotgan odamlar aformat qilishingiz bilan aka, o'zi aformat qilib ketishingiz bilan 36 million debdi ekan. Hozir endi olayotgan odam 30 million beraman, o'sha aformat ichida 36 millionga tushadi menga debdi. Barakasini bersin. Olayotgan odamga ham, sotayotgan odamga ham. Xo'p aka. Davom etamiz akalar. Nexia 2 so'raganlarga yana bitta Nexia 2miz. 1.6 Lux konditsioner 2014 midi? 2014-yil 1.6 Lux konditsioner. Kraska qayerga? Kraska krila kapot, o'ziniki o'zida. Kapot bilan krilo, qaysi krilo? Ikkovida ham bor. Xo'p. Ana o'ziniki o'zida. O'zida o'ziniki. Nima gibrid 1.6 Lux konditsioner. 1.6 Lux konditsioner. Tushunarli. Aka havo bulutliga to'g'risi men ko'zim aldayapti. Yana ham egasi bilan kelib ko'rish bo'ladi, baribir. Mana ustasi bilan akalar kelib ko'rasiz. Yana qayerda kraska? Eshikda taylarga ishlanadi har doimgidek. Mana sizga ichlariga germetikalari o'ziniki mana ishlari chirimagan, boshqa narsa bo'lmagan akalar. Super salon Nexia 2 so'raganlarga. Bismillah. 370 ming. O'ziniki anasi bo'lsa, fleshka ham uxlab ketamizmi? Hozir hech kimga kerak bo'lmay qoldi bu fleshka degan narsa. Xo'sh, nimasini ko'rsatamiz? Pokoleniya metan qo'yilgan, mashinani xarajati yo'q dedi egalari. Tayda chirganlari yo'q emas bo'lsa. Narxi qancha? 45 dedingizmi? 45 ga beramiz. Ya, kelishtiring aka. Bilaman, o'zi akam bu 45 bo'ladi deb qilayotganlar, sirasi kamera yoqdimda sirasi gapni burib ketdim. Balonlarga xarajat qilmaysizlar ekan. Kobaltli balon yo'q menimcha, adashmasam. Yana unaqami ekan? Kalpakni o'zi kobaltmi? Ha, kalpak. Ana. Loyd urib qo'ygan, yangi balon. Nima deymiz aka? Qancha? 45 bo'lsa berib yuboramiz, generalni chiqadi, afarmani deb qiynamaymiz. Aha. Ana gendan gengacha ham olib beraveramiz, muammosi yo'q. Mana jarimalarni ham o'ziga qaratib qo'ysa bo'ladi. Ha, uning endi imkoni bor. Jarima ham akalar o'zlariga qariladi bemalol. Ana hozir gen olish muammo emas, gen olish yoki gen berish. Telefon qilinglar. Bizdan so'rab kelsalar ham 1-2 so'm o'tib berar akam. Agar o'tib bermayotgan bo'lsa, o'zlaringiz usta savdo qilsa, endi bularni ham to'g'risi men so'zima birovlarni mashinada akam vaqtida olayotganda pul to'lagan joyim yo'q yoki bu akam menga yordam qilgan joyi yo'q. Kelisha olasizlar o'zlaring. O'sha gap. Ayting nomer. 91 564 14 aka aloqa qilib olasizlar. Eshik, kapot, krila
Kapot kirlar uy ishi. Bo'ldimi? Qolgan joylar o'ziniki. 30% ekanda plus minus. Shunday. Xo'p, akalar Nexia 2009 variantga bor deb yozib qo'yib turar ekan mana. Hammasini boshdan ko'rsatib bitta screenshot qilib olinglar. Faqat buni akam aytdilar, "Ukajon, ana yosh bolalarga bermayman, uyim joyim degan, ana shu mashinani olib turib shu uyim joyimga rasxod qilaman deganlarga beraman. Anaqa ko'chada daydib yuradigan tavba qildimku, ana olib talik qilib yuradigan 2 kun haydab turib 3-kun aka dadam qo'ymadi deb olib berayotganlarga bermayman men debdilar. Kelsa ustida yuzma-yuz gaplashamiz. Qanaqa odam, nima odam, o'shanga bo'lsa variantga beraman. Emasam naq bo'lsa olib kelsam, bo'lmasa iloji yo'q dedilar. Shunaqami aka? Agar mabodo nito gap gapirib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rang akalar. Xo'p, qaranglar, 1.6 kraska o'sha-o'shadan keyin aytdik. 2009 motor hadovo yurishtirish yo'q. Rul gidravlika 1.6 akalar. Mana sizga. Balonlari ham yangi hali. Kraskasini aytib o'tdik. Metani 100 tam aka. Metani 100 ta xudo xolasa. Mana sizga. Yonlaridan ham ko'rsatib o'tiramiz, muammosi yo'q. Ichlarini ko'rsataymi mana ichlar. Uyim joyim deydigan akalarim bo'lsa mana gazini bostalaring bo'ladi. Qo'yayotganimizdek bo'lib to'lashga ham imkoni bor. Faqat hozir oldindan beriladigan pulni bir so'rashimiz kerak. Monitorlar bor. E'lonimlar qilingan. Bismillah. 5 krok 582 ming. Boshdan qancha beradi? Kelishaveramiz. 20 bersa 25 ni bo'lib oyma kelishaveramiz. Foiz qo'ymayman ustiga. O'zini pulini bo'lib beradi. Endi oyini kelishib olishingiz kerak uning uchun. 3 oyda beradimi, 4 oyda beradimi? Bir xila bor, aka hozir misol uchun 20 millionni berib, qolganini sentyabrda tarozim pishadi, tarozimni shunday sotaman deb beraman desa, unisiga iloji yo'qmi? Oyma-oyga. Ha. Bo'ldi. Oyma-oyga akalar kelib turish kerak, imkoni yo'q ekan. Ana shu nomer akaniki, telefon qilib, bexijolat 24 ga italoq qilishga qo'yasizlar. Ana. O'sha gap akalar, sizga ilinganimiz, sizga topganimiz shu bo'ldi. Salomat bo'ling, o'zingiz qilinglar. Qaytadigan mashinalardan ko'rsatib o'tamiz. Aka, qaytdingizmi? Yaqinroq haydang bu yoqqa. Anqani bo'shataylik. Assalomu alaykum. Charchamaysiz nima? Mana aka o'zi ko'rinmayapsiz aka. Bexijolat mexanika. Yili 19. Kraska. Tozda bir qo'l. Qanchaga bermadingiz? So'mda ayta qoling. 72 million. 2019 ha? 2019 72 million. Qancha bo'lsa beramiz? 73 ham emas. Voy dod, kraska tozadingizmi? 40 ming yurgan. Kraska toza? Toza. Nomer ayting. 94 575 54. Telefon qilasizlar. O'zingiz qo'ying, charchamang. Akam 1 minut endi, 1 minut to'xtab ketasiz. Sotilmadimi? Assalomu alaykum. Qaytyapsizmi? Aytyapman. Nech puldan? 46 million qildi bo'lsa. Yili? 2015. 15, 256 ming yurgan ekan. 2015. Kraska qayerda? Qitno bor. Adres qayerda? Adres Dashtobod. Dashtobod. Ana bu yetmaganiga qarab tursa bo'ladimi? Bir 10 kunga? Bo'ladi. Bo'ladi. Ayting nomer. 97lik 794 37 30. Barakasini bersin. Rostdan 45 ga yo'q. 46 ga. Shunaqami? 46 mi 45 mi? 46. 46 ga yo'q. 50 dan o'tib beramiz. 50 dan o'tib beramiz. 46 ga ozmas qo'shishlar kerak ekanda. Ha, shunday. Ayni yo'q deyishga shoshmay telefon qilsa o'zi gapirasiz. Ana bo'lib berishga nasiyaga iloji yo'q, ha? Faqat naqdga. Xo'p, gen desaga oformit. Barakasini bersin.